69 ga qo'yuvdik-ku, o'shani talash bo'lib ketdi. Xuddi o'shanaqa variant. Hammaga assalomu alaykum, sizlar bilan o'sha bola. Tak, Sergeli Chortoq mahalladan o'tganda Jdanov Layli mahallada 2,5 sotuv 4 xona plus hol bor. Zeleniy zonasi bor. Mana bu zo'r variantli. Xoling letniy kuxnya qilinglar, xoling o'tiradigan ayvon qilinglar. Xullas, bu holimiz 4 xona plus hol bor. Kiraverishda 10 qo'lda bitta xonamiz bor. Uyimiz 100% tepli pol, uni to'g'risida yana bitta xonamiz. Soatni qarang, gap so'z yo'q. Bu okalar detskiy lekin yomon ham boplashdi. Bo'ladi-ku, kravat, detskiy kravat shundoq sursanglar, pastga podval tushib ketasizlar. Xohlasanglar detskiyni ham 2 etaj qilib qo'yasizlar. Kuxnyaga kiramiz. Uyimiz akalar uglovoyda joylashgan. Tashqarida 1 sotuvga yaqin zaqva joy bor. Sanuzelga kiraylik, sanuzel ichida mana saunagacha qilib qo'yishdi. Bitta ko'rib boqing. Uyimizning narxi $69,200 berilsa, masjidga uychi bolalar nomidan bitta televizor qo'yib beriladi. Tashqarisini ko'rib boqamiz. O'qili uyimiz uglovoyda joylashgan. Bu yerda mana 1 sotuvga yaqin zaqvat joyi. Bu yerga xohlagancha nijiloy variant qilsa bo'ladi. O'qili undan ham yaxshi uylarni o'tkazib olmaslik uchun bizga podpiska tashab qo'yilib, bizani kuzatinglar, sizlar bilan uychi bolalar.